2 yil davomida klinik ordinatura yoki magistraturani tugatgan bo'lamiz. Va undan keyin yana e'tibor bersangiz, mana 7 yillik bakalavr, undan keyin 2 yillik klinik ordinatura, undan keyin 3 oylik maxsus kurs bor. Ya'ni vrachlar malakasini oshirish instituti tomonidan tashkil qilingan 3 oylik kurs bu dermatokosmetologlarni tayyorlaydi. Ya'niki dermatokosmetolog bu dermatologiya sohasidan chiqqan bo'lishi kerak. Endi hali yuqorida juda ham chiroyli savol berdingiz. Ya'ni qachon dermatologga borish kerak yoki qachon kosmetologga borish kerak? Agar terida qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, endi kosmetolog sifatida ko'pchilik e'tibor beradi, yuz sohasidagi muammo bor va biz kosmetologga borishimiz kerak degan fikrda bo'ladi. Agar shu yuz sohasidagi haqiqatdan ham teridagi qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bu birinchisi, ikkinchisi kasallik bo'ladigan bo'lsa, albatta dermatologga murojaat qilish kerak. Qandaydir tinchlantirib, bilasizmi, karantin paytida bizda juda ham ko'p har xil tibbiyot yo'nalishiga nisbatan e'tibor juda katta bo'ldi, bilsangiz. Har bitta soha, har kunlik mavzuyimiz shu bo'ldi. To'g'risi. Men o'zim praktikamni aytaman. Murojaatchilardan, ya'ni bemorlar tarafidan agar 100 ta bemordan 95 ta bemor har doim meni kafolat garantiya bormi deb so'rardi. Lekin karantindan keyin, ya'ni Covid o'tkazganimizdan keyin xalqda ongida tushundiki, odamlar tibbiyotda garantiya degan narsa yo'qligini tushunib yetishdi. Mana shu ham mana hozirgi kunda 100 ta bemordan hattoki 3 ta 5 ta odam garantiya so'raydi. Qolganlar hammasi tushunib yetdi demoqchiman. Mana demak, tibbiyotda garantiya so'zi bu ishlatib bo'lmasligini tushunib yetish. Chunki bu biz hammamiz tirik jonmiz. To'g'ri. Ertaga nima bo'lishini oldindan prognoz qilish qiyin. Ertaga mana oddiy misolda bitta narsa, mana onkologiya masalada oddiyroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Onkologiyadan o'lim ko'rsatkichi bilan avtoavariyadan o'lim ko'rsatkichini solishtiring. Avtoavariyada ko'proq bo'lsa kerak albatta. Ko'rdingizmi? Qanchalik, men demoqchiman, statistika shuni aytib turibdi-da. Qanchalik ertangi bo'ladigan bir lahzadan keyin bo'ladigan holat noma'lumligi. Tushunarli. Demak, hurmatli do'stlar, hozir birozdan so'ng teri kasalliklari o'zi nimalardan kelib chiqadi? Buni oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Mana shu haqida suhbatni quramiz va siz ham Telegram orqali o'zingizni qiynayotgan savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Lekin savollarimiz allaqachon yetib kelgan 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi yangi radio manzillariga bugun tibbiyot fanlari doktori, dermatolog, dermatokirurg, dermatokosmetolog Bobur aka Toyirov mehmonimiz bo'ladilar. Doktor FM loyihasidan uzoqlashmang, davom etamiz. Demak, hurmatli do'stlar, biz o'z yo'nalishimizda davom etamiz. 11:26 poytaxtimizning soat millari. Bugungi mehmonimiz dermatolog, dermatokirurg, dermatokosmetolog Bobur aka Toyirov. Yana bir kere xursandmiz va biroz avval to'xtalib o'tgan mavzuga astaligimiz tezda qadam qo'ysak ham bo'ladi. Teri kasalliklari o'zi nimadan kelib chiqadi, Bobur aka? Teri kasalliklarining kelib chiqishi turlicha. Eksogen, endogen omili bo'lishi mumkin. Ben terminologiyasiz harakat qilaman ishlatishga. Tashqi ta'sirlar, quyosh nurlari ta'sirida, ichki omillardan endokrin kasalliklar bo'lishi mumkin. Yoki infeksion kasalliklarda tashqi streptokok, stafilokok yoki boshqa yuqumli kasalliklar bilan teriga tushadigan infeksiyadan keyin kelishi mumkin. Undan tashqari hozirgi kunda eng katta muammolardan bittasi bu asab tizimi turli xil teri kasalliklarini olib keladi yoki rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Ovqatlanish ham kiradimi? Albatta, oshqozon ichak sistemasidagi o'zgarishlar teri kasalliklarini turtki omili bo'ladi yoki teri kasalliklarini aynan keltirib chiqaruvchi omil sanaladi. Jigardan ham ko'pgina teri kasalliklari chiqib kelar ekan, jigar sababli. Xuddi shunaqa. Jigardagi muammolar teri kasalliklarini olib keluvchi omillar ham bo'ladi. Undan tashqari masalan, ana pigmentatsiya kasalliklari bor. Giperpigmentatsiya bor. Xilozma degan kasalliklar bor. Mana jigardagi o'zgarishlar shuni turtki omil bo'lib qoladi. Undan tashqari gormonal o'zgarishlar, ya'ni organizmdagi gormonlarning o'zgarishi, qalqonsimon bez gormonlarining o'zgarishi, jinsiy gormonlarning o'zgarishi ham terida namoyon bo'ladi. Teri orqali yuqadigan kasalliklar orasida hozir menimcha juda ham ko'p erkaklarga foydaliroq bo'ladi. Sartaroshxonalarga borganda ham ko'pchilik erkaklar kasalliklar yuqtirib olishyapti ekan teriga, hattoki buni oqibatida soch ham to'kilayotgan ekan. Xuddi shunaqa. Yuqumli kasalliklar turiga kiradi. Terining yuqumli kasalliklari, ya'ni zamburug'lar chaqiruvchi kasalliklar.
sartaroshlardan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda endi bu juda ham tendensiya pasayib ketdi, sababi sartaroshlar hozirgi kunda endi anaqa bir martalik ishlatadigan narsaga o'tdi. Ya'ni oldindagi piska yoki pokka ishlatishmay qo'ydi va hozir bir martalik narsalarni ishlatish hisobiga hozir kamayib ketdi. Hozirgi kunda basseynlardan yoki trenajyorni zallardan turli xil griboklar, ya'ni zamburug' kasalliklari, furfur qo'zg'atuvchi zamburug' kasalliklari, rang-barang temiratka deyiladi oddiy tilda. Mana shu kabi kasalliklar ko'p uchraydi. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Oldini olish uchun eng avvalo masalan trenajyorni zalda shug'ullanuvchi, mana bilasiz, trenajyorni zalda shug'ullangandan keyin terlaydi. Odam baribir terlaydi, tabiiy hol. Mana shu terlagan teri trenajyor zaldagi ishlatiladigan trenajyorni uskunalarini kojasiga, ya'ni terisiga tegmasligi Hech kim kerak. e'tibor bermaydi lekin shunga. Xuddi shunaqa. Kun davomida necha nafar inson terlagan holda mana shu trenajyorlardan foydalanadi. To'ppa-to'g'ri. Bunaqa holatda eng yaxshisi teri ochiq holatda bo'lmasligi kerak. Undan tashqari har bir odam o'zini individual ravishda shu sochiqdan foydalansa, teri tegishi mumkin bo'ladi. Yoyib qo'yib, xuddi shunaqa. Yoyib qo'yib ishlatsa yo'qish ehtimoli kam bo'ladi. Undan tashqari agar kimdadir bo'lsa, bo'lgan holatda buni kiyimlarini har safar qaynatib dazmollash kerak va albatta dermatologga uchrash kerak. Va yana bir narsa bor, mana ko'pchilik erkaklar kiyim do'konga borishadi. Kiyim do'konda o'sha kiyinish xonasida nima qo'yib qo'ygan? Albatta maxsus shipaklarni qo'yib qo'ygan mijozlarga qulay bo'lish uchun. U shipaklarni har xil odam kiyadi va mana shundan ham oyog'ingizga teri kasalliklari yuqib qolishi mumkin. Mana shu tomonlarga ham e'tibor bermaymiz-da. Ha, qulay-ku, hozir kiyib olaman deb, tez kiyimlarimni oynada ko'rib olaman deb deydi. Ungacha bo'lgan jarayonlarda baribir menimcha yuqib qolish ehtimoli katta. Mana kechagi holat edi. Bir yosh yigit keldi, oyog'ida bilasizmi, buni xuddi ko'rgan odam buni 20 yildan beri kasaldek ko'rgandi. Oyog'ida gribok. Ya'ni zamburug' topildi. Endi bizda anamniz degan narsa bor, so'rab surishtirish holati qachon paydo bo'ldi, nimadan keyin paydo bo'ldi. Bilasizmi deydi, bir holatda bitta случай, e'tibor bering, bitta element momentda o'rtog'imni oyoq kiyimini oyog'im siqqani uchun 1 soatga kiyib turdim. Mana bor yo'g'i 1 soat kiygan o'rtog'ini oyoq kiyimi va shundan keyin mana 2 yildan buyon qiynaladi gribok bilan. Ya'ni noto'g'ri davolanish ham ketgan bu yerda. Endi o'zicha turlicha kremlardan foydalangan. Endi mana hozir biz tasdiqladik, ya'ni gribok borligini aniqladik. Endi to'g'ri yo'nalish qildik. Endi bilasizmi, bu shu davolashni eng nozik jihati butun barcha nechta 10 ta oyoq kiyim bo'lsa, 10 ta oyoq kiyimini обработка qilish kerak. Tushunarli. Bobur aka, sizga papillomalar haqida savol bermoqchiman. Ularning kelib chiqish sababi qanday bo'ladi va ko'pchilik papillomasi mavjud bo'lgan insonlar uni o'zlaricha uy sharoitida olib tashlashga harakat qilishadi, turli vositalar yordamida. Bu to'g'rimi? Xuddi shu savol bo'yicha qarang, mana 7644 raqamiga ham yuborgan ekanlar. Papillomani qanday yo'qotsa bo'ladi? Juda ko'p chiqadi. Nima chista tel bilan kuydirib yo'qotaman, yana chiqadi, nima qilsam bo'ladi deb yozgan ekanlar. Papillomani chiqish sabablari umuman olganda ikki xil holatini ko'rish kerak. Bittasi skin toksidi, ya'ni odam o'zi semirib ozganda ham teri ortiqlari chiqadi. Bu papilloma bilan farqlash kerak. Papilloma bo'lganda, papilloma bu virus kasallik, ya'ni odam papilloma virusi chaqiruvchi viruslar orqali mana bo'yin sohasida, qo'ltiq sohasida chiqadi yoki pahvi oblasida yoki o'sha jinsiy a'zolar atrofida chiqadi. Bunaqa holatda imkon qadar uy sharoitida yoki yuqorida aytib o'tdingiz, chistotel ishlatmaslikni tavsiya beraman. Sababi kuydirgan holatda kuyish paytida biz, ya'ni odam o'zi kontrol qila olmasligi mumkin qanchalik kuydirganini. Chuqurroq kuydirsa ertaga chandiqlar paydo bo'ladi. Bu estetik defektga olib keladi. Shuning uchun men bunaqa vaziyatda dermatologga borib, maxsus lazerlar yordamida, plazma plekser yordamida yoki sodva lazerlar yordamida kuydirsa bo'ladi. Kuydirish juda ham oddiy, ya'ni unaqa og'riqsiz maxsus kremlar bor. Og'riqsizlantiruvchi kremlar 30-45 minut, 35-45 minut davomida og'riqsizlantiriladi. Umuman og'riqsiz kuydirsa bo'ladi. Shuning uchun uy sharoitida bor oldin aytishardi, oddumidan boylab qo'yish yoki qanaqadir, bu uni tavsiya bermayman, sababi qonab ketib, undan keyin ortiqcha tashvishga olib kelishi mumkin va undan bilan birgalikda infeksiya tushirsa yara paydo bo'lishi va undan keyin chandiq qolish ehtimoli bor. Yana qayta chiqmasligi uchun-chi nima qilish kerak? Endi bilasizmi, papilloma virusi hammamizda bor. Xuddi gerpesga o'xshab. Uni to'g'ridan to'g'ri papillomani yo'qotadigan
to'g'ridan to'g'ri yo'qotadigan dori vositasi yo'q. Faqat biz immunitetimizni, o'zimiz immunitetimizni ko'targan holatda papillomaga qarshi kurashishimiz mumkin. Undan tashqari ayollarda hozirgi kunda mana papillomaning 100 dan ortiq tiplari bor. 31, 33, 16, 18 tiplari bular onkotiplar deyiladi. Uni ko'rinishlari ham har xil bo'ladi. Turlicha. O'simda. U mana bu yuqorida to'rttasi ayollarda, ayniqsa qiz ayollarda keyinchalik bachadon bo'yni rakini olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda butun mana hozir bizda ham boshlandi. Yevropa, Amerika mamlakatlarida yosh qizlarni hali ya'ni jinsiy hayotga qadam qo'ymagan holatida vaksinatsiya qilish mumkin. Mana bu davolash usullaridan bittasi. Vaksinatsiya yo'li bilan aynan mana shu 4 ta tipga virusga nisbatan organizmda qarshi kurash qobiliyati yuzaga keltiriladi va bu virus ertaga tushgan taqdirda ham o'sha qiz bolaga yoki hayot davomida ayol holatda bo'lganda tushgan taqdirda ham organizm uni yo'qotishga kuchi yetadi. Bu degani nima bo'ladi? Papilloma virusi 31, 33, 16, 18 tiplari. Misol uchun gerpes virusi shamollaganda yuzaga kelishi mumkin, chiqishi mumkin yuzning tashqi tarafidan tanani. Bu organizmda gerpes virusi bor, faqat organizm uni immunitet chegaralab qo'ygan funksiyasini. Immunitet tushgan paytda gerpes qayta o'zini funksiyasini bajarish boshlaydi. Faqat immunitet ekanda, bu immunitet bilan bog'liq tushunarli. Hozir yana bir savol bor. Assalomu alaykum Bobur aka. Men 25 yildan beri tana kasalligi qiynab keladi. Qo'l va oyoqlariga, xullas, badanimning istalgan joylariga yaralar chiqadi va qichishadi. Qashlasam suv chiqadi. Bormagan joyim, qilmagan muolajam qolmadi. Toshkentdagi turli xil kasalxonalarda ham davolanib chiqdim. Tuzaladi, yana 1-2 kundan keyin qaytaraveriladi deb yozgan ekanlar. Menimcha bu o'ylayapmanki, o'sha neyrodermit bo'lsa kerak. Neyrodermit bo'lishi mumkin, bir-biriga juda ham o'xshaydi, balkim ekzema kasalligi bo'lishi mumkin yoki bo'lishi mumkin psoriaz bo'lishi mumkin. Psoriaz bo'lishi. Avvalambor dermatologga uchrash kerak. Agar haqiqatan undan tashqari ovqatlanish tartibini tekshirish kerak. Undan tashqari hozirgi kunda allergik testlar bor, maxsus testlar yoki atopik holatida yoki ingalyatsion yoki ovqatga nisbatan allergiya testlari bor. Shuni allergiya testlarini qilib, organizmdagi allergen holatni tekshirish kerak. Va shunga qaysidir moddaga nisbatan allergen aniqlansa, shu moddani iste'mol qilmaslik kerak. Bu bemorimizga men tavsiya beradim, albatta dermatologga borish kerak. Birinchi o'rinda kasallikni provokatsiya qiladigan faktorlar, ya'ni qo'zg'atuvchi faktorlarni qidirish kerak. Qidirish deganda nimani nazarda tutaman? Nazarda tutaman oshqozon osti bezi, oshqozon kasalliklari, jigar fermentlari, jigar kasalliklari va hamda qalqonsimon bez kasalliklari. Shularni tekshirib undan keyin to'g'ri taktikani yo'lga qo'ysak bo'ladi. Tushunarli. Hurmatli do'stlar, Hit FM radiosida Doktor FM radio loyihasi davom etmoqda. Bizdan uzoqlashmang. Hozir yana qaytamiz va siz tomonidan kelgan savollarga ham javob berishga tayyormiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi yangi radio. Uzoqlashmang. Biz esa o'z yo'nalishimizda davom etamiz. Telegramdan rosa savollar kelyapti. Hammasiga ulgurarmikimiz degan savol menda paydo bo'lyapti mana shu fursatlarda. Bugungi mehmonimiz dermatolog, 24 yillik tajribaga ega bo'lgan Bobur aka Toirov. Xush kelibsiz yana bir karra. Ko'rib turganimizdan xursandmiz va davom etamiz. Yetib kelgan savollarni birini o'qib eshittiraman. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Tinglovchilarimizni ba'zilari bizga savol yoza olishyapti, ba'zi tinglovchilarimiz esa o'zlariga savol bermoqchiman, o'zlari bilan qanday gaplashsam bo'ladi degan savollarni ham ko'p yo'llashgan. Bo'ldi, albatta bunga dastur so'ngida to'xtalib o'tamiz. Bemalol Instagramlarga ham, shaxsiy raqamlarga ham qo'ng'iroq qilib so'rasalar bo'ladi. Darvoqe bizda hozir zo'r yangiligimiz bor. Eng yaxshi 5 ta savol egasiga Bobur aka Toirov bepul konsultatsiyani taklif qilmoqchilar. Shuning uchun savollaringizni yozib qoldiring. 5 ta eng yaxshi savol egalariga bepul konsultatsiya qilib berar ekanlar. Bemalol o'zlarining klinikalarga tashrif buyurib, o'zlarining maslahatlaridan bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bobur aka, bir tinglovchimiz savol yozyaptilar. Men tez-tez yuvinaman, gigiyenaga rioya qilaman. Sal kechiksa bu oyoq bo'g'imlarida qichishish, hidlanishga olib keladi va yoriqlar paydo bo'ladi. Bu qanday teri kasalligi va davosi qanday? Oldindan rahmat. Bu holatda bo'lishi mumkin, zamburug'larni tekshirish kerak. Agar zamburug' bo'lmasa, bu odamda
asabiy holat tez-tez uchragan bo'lishi ehtimolligi bor. Chunki ko'p asabiylashadigan odamlar tez-tez terlashga moyil bo'lib qoladi. Bunaqa holatda maxsus prinsiplar bor. O'shalardan foydalanib, maxsus kremlar bor, qurituvchi kremlardan foydalansa oyoq terlamaydi. Undan tashqari maxsus losyonlar bor. Masalan, dry kabi losyonlar bor. O'sha losyonlarni surganda oyoq terlamaydi. Terlash holati qanchalik kamaytirsak, teri yorilishini oldini olamiz. Qo'ltiq terlashi bilan bog'liq savollar, ayniqsa havo harorati isishi bilan bu muammoda nafaqat bu kasallikka yo'liqqan insonlar, balki atrofdagilar ham qiynalishadi. Uni zamonaviy texnika vositalari yordamida butunlay yo'qotishning iloji bormi? Yoki qaysidir ma'noda kamaytirish? Bilasizmi, bu mavzu men Instagram sahifamda bitta erkak kishini qo'ltiq sohasini ko'p terlashga shikoyat qilib kelganda, o'sha davolashini taktikasini Instagramga qo'yganda, bilasizmi, juda ham ko'p odamda bezovta qilarkan, men bu unchalik ham e'tibor bermadim. Avtobusda yursangiz e'tibor berasiz. Avtobusda kam yurganimiz uchun yoki yurmaganimiz uchun. Va hozirgi kunda maxsus losyonlar bor. O'sha losyonlarni doimiy ravishda ishlatib yurish kerak. O'sha terlashga kamaytiradi. Lekin bor shunday odamlar losyon yordam bermaydi. Ya'ni juda ham gipergidroz deydi buni. Ya'ni terlashga juda ham moyilligi ko'p. Bunaqa holatda maxsus botulna toksin ishlatiladi. Ya'ni toksin vositasi o'sha ter bezlarini bloklab qo'yadi va ma'lum bir muddatda 4-6 oy, balki 12 oy davomida terlash to'xtaydi yoki kamayadi. Bunaqa holatda men shunaqa holatdagi bemorlarga men yilda bir marta hatto shuni butun toksin terapiyasini olishni tavsiya qilaman. Juda ham oddiy, 1 soatda bo'ladigan protsedura. Unaqa kuchli og'riq bo'lmaydi. Ammo og'riqsiz desa ham bo'ladi. Lekin butunlay yo'qotish yo'q. Lekin anchagina yengil bo'lishadi. Albatta. Demak, kimdir zamonaviy tibbiyotda yangi texnika yordamida mana shunday narsa yo'lga qo'yildi. Agar kim qutulmoqchi bo'lsa, bemalol Bobur aka Toyirovga murojaat qilishingiz mumkin. Va hozir bizda bir nechta tinglovchilarimizdan deyarli bir xil savol kelyapti. Papilloma haqida, papillomani qanday yo'qotsa bo'ladi? Juda ko'p chiqadi deb yozishgan. Bundan tashqari yana papilloma sugalma degan xabar ham bor. Yana bitta xabar bor. 6 yosh bir farzandlarini qanday o'sha savolni yo'qotib qo'ydim endi. Xullas, mana shu borada juda ham ko'plab savollar kelyapti. Papilloma borasida hali yuqorida aytib o'tdim, 100 dan ortiq tiplari bor. Tiplariga qarab turlicha bo'ladi. Masalan, bo'yin sohasidagi bu ham papilloma, lekin qo'zg'atuvchisi boshqa. So'gallar ham papilloma, bu ham yuqadi, papilloma virusi chaqiradi. Buni ham davolash usullari bor. Hozirgi kunda suyuq azot bilan, jiddiy azot bilan kredestruksiya metodi bor. Undan tashqari soda lazer bilan, undan tashqari hozirgi kunda eng zamonaviy usullardan bittasi pulse dilator deydi. Ya'ni lazer yordamida o'sha so'galga boradigan qon tomirni bekitib qo'yadigan, ya'ni tashqi tarafdan lazer yordamida juda kichkina kapillyar yordamida kapillyar pitaniya berib turadi, doimiy ravishda qon bilan ta'minlanib turadi o'sha so'gallar. Shuning uchun tez ko'payadi, tez rivojlanadi. Biz shuni lazer yordamida og'riqsiz kapillyarni lazer yordamida bekitib qo'yamiz. Bu qurib tushib ketadi. Bu eng oxirgi texnologiyalardan bittasi. Lazer yordamida tuklarni yo'qotishcha zarar emasmi? Bu juda zo'r savol. Mana shu 5talik savolga qo'shib qo'ysa bo'ladi. Mohini berdilar. Yozib qo'ysa bo'ladi. Hozirgi kunda eng oxirgi texnologiyadan bittasi, ya'ni 755 mm nanometrga ega bo'lgan Alex lazerdan foydalanamiz. Bizda maxsus Alex lazeri bor. Ko'pchilik aytadi Alex lazer og'riqli. Yo'q, og'riqsiz lazer turlari bor. Ya'ni in-motion metodikasi bilan, ya'ni yurituvchi metodika bilan охлаждение, ya'ni sovutish mexanizmi bitta nasatkani o'zida shu yordamda epilyatsiya qilsa bo'ladi. Lazer epilyatsiya bu og'riqsiz, birinchidan zararsiz, lekin bitta nosi, ya'ni oq tuklarga ta'sir qilmaydi, faqat qora tuklarga ta'sir qiladi. Lekin umuman og'riqsiz. Hatto mana o'zimni sotrudniklarim, mana o'zim ish xodimlarim olishadi. Aytishadi, Bobur aka, bilasizmi deydi, bitta protsedurada 80% tuklarimiz yo'q. Onkologik kasalliklarni rivojlantirib yubormaydimi? Yo'q, bu onkologik kasalliklarni yo'qotmaydi, lekin onkologiyasi bor bemorlarga tavsiya berilmaydi. Ta'sir o'tkazishi mumkin. Xo'p, assalomu alaykum. Mening 9 yoshli o'g'lim bor. Qo'lida sugallari bor. Ayolim kosmetologga olib borsa, lazerda kuydiramiz debdi. Bu to'g'rimi yoki boshqa bir davosi bormi? Oldindan rahmat deb Omonboy Yaxshiboyev xabar yuborganlar.
So'galni vazirda kuydirish taktikasi bor, buni qilsa bo'ladi. Lekin yanada o'sha bolani immunitetini ko'tarishga qaratish kerak. Undan tashqari maxsus kremlar bor. Agar lazer bilan protsedurani qilish bola uchun qanaqadir diskomfort bo'lishi mumkin yoki stress holati yuzaga chaqirishi mumkin. Bunaqa paytda maxsus krem vositalari bor, kunora suriladigan. Shuni 4-8 hafta davomida surilsa, so'gal qurib ketadi. Lekin shu bilan birgalikda bolani immunitetini yaxshilash shart. Juda ham ko'p savollardan biri vitiligo kasalligi, ya'ni terida oq dog'larni menimcha ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, ko'pchilik aziyat ham chekadi. Uni yo'qotish borasida savollar kelgan va qayerga murojaat qilsam bo'ladi degan savol ham kelgan. Buni oxirida albatta aytib o'tamiz. Toyir akani, Bobur aka Toyirovni telefon raqamlari hamda ijtimoiy tarmoqlarda qanday topish mumkinligini birozdan so'ng sizga e'lon qilamiz. Hozircha esa e'tiborimizni vitiligo kasalligiga qaratamiz. Vitiligo mavzusi bu juda og'riqli mavzu va juda ham keng mavzu. Mani doktorlik dissertatsiyam vitiligo bo'yicha. Juda ko'p chuqur izlanishlar o'tkazganman. Hozirgi kunda vitiligoni davolashda turli xil taktikalar bor. Eng asosiysi vitiligoda bu ko'payish prosesini to'xtatish. Agar ko'payish prosesi to'xtagan, ya'ni stabil holatda, ko'paymayotgan holatda vitiligoni 100% gacha tuzatish mumkin. Qachonki vitiligo stabil holatda bo'lsa, 100% gacha tuzatish mumkin. Hujayra ko'chirish metodikasi bor. Bundan tashqari Alzheimer svetlar bor, naruban terapiyalari bor. Buni hozirgi kunda davolash taktikalaridan bittasi. Lekin eng asosiysi uni ichki organizmni bemorni tekshirish kerak. Avvallari biz aytardik, vitiligo bu faqat teri kasalligi. Oxirgi guidelineslarga ko'ra, ya'ni Yevropa akademiyasi yoki Amerika akademiyasining tavsiyalarida aytiladi, bu sistema tizimli kasalliklardan bittasi. Ya'ni men o'zimni doktorlik dissertatsiyamdan olaman. Ya'ni 365 nafar bemorni vitiligo bilan og'rigan bemorni tekshirganman doktorlik dissertatsiyamda. 85% holatida qalqonsimon bez kasalliklari, turli xil qalqonsimon bez kasalliklari uchragan. Bu nimani anglatadi? Demak, qaysidir ma'noda autoimmun tiroidit, ya'ni qalqonsimon bez kasalliklarini autoimmun jarayoni vitiligoni turtki omili bo'ladi, ya'ni kuchaytiruvchi omil bo'ladi. Agar biz kompleks davolarni yo'lga qo'ysak, ya'ni kompleks davolasak, ichki somatik kasalliklar, endokrin kasalliklarni davolasak, biz vitiligoni tezroq to'xtatishga erishamiz. Tezroq to'xtatish bu qiladigan fizioterapevtik muolajalarimizni natijasini oshirishga olib keladi. Kompleks davolashda esa faqatgina professionallarga ishonish mumkin, chunki u nafaqat o'zini yo'nalishdagi, balki boshqa yo'nalishdagi bilimlarga ham ega bo'lish kerak. Yana bir bor sizga aytib o'tamiz, azizlar, vitiligo bu teridagi oq dog'lar va aynan mana shunday kasallik bilan aziyat chekuvchilar uchun takror aytib o'tamiz, kimdir eshitmay qolgan bo'lishi mumkin, chunki ko'pchilik yo'lda harakatlanib ketyapti. Buni 100% yo'qotib yuborish mumkin ekan, agar u ko'payib boradigan darajada bo'lmasa. Xuddi shunday. Menda hozir yana bitta zo'r savol bor. Faqat mana shu zo'r savolga bitta qo'shiqdan keyin o'ylashimcha to'xtalib o'tsak bo'ladi. 2023-yilda ro'y bergan holat ekan onajonlar bilan. Buni sal turib to'xtalib o'tamiz. Hit FMdan uzoqlashmang, Doktor FM davom etadi. Biz esa o'z yo'nalishimizda davom etmoqdamiz. Hurmatli do'stlar, eslatib o'tamiz, Hit FM radiosi Doktor FM loyihasi amalga oshirilmoqda. Bobur aka Toyirov, dermatolog, dermatokirurg, dermatokosmetolog bugungi dasturimizning ilk sonini mehmonlar desak noto'g'ri bo'lmaydi. Xo'sh, yana bir narsani eslatib o'tamiz. Eng zo'r 5 ta savol egasi bepul konsultatsiyaga yo'llanmani qo'lga kiritadilar. Bobur aka tomonlaridan, shuningdek, ularni ham Instagramdagi sahifalariga kirib, muolajalarga, konsultatsiyalarga yozdirsangiz bo'ladi. Navbat yozdirib qo'ysangiz, Instagramga kirasiz, qidiruv satriga Bobur Toyirov deb yozsangiz, menimcha bittada chiqib ketsa kerak. Instagramdan foydalanmaydigan tinglovchilarimiz-chi? Menimcha qo'ng'iroq qilsa, Instagramdan foydalanmaydigan tinglovchilarimiz uchun esa 77 370 15 15 raqamlar unchalik qiyin emas. 77 370 215 15 15 saqlab qo'ysalar, Bobur Toyirov dermatolog, dermatokosmetolog deb yozib qo'ysalar, albatta bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Hit FM radiosidan eshitdik deb murojaat qilsangiz, albatta bittada tanib oladilar. Xo'p, navbatdagi savolni o'qib eshitirsam ayting Bobur aka. Bemalol. Menda og'iz yonlarida tez yorilib, qonab ketadi. Bir yoni yaxshi bo'lsa, ikkinchi yoni shunday bo'ladi. Ovqat yeyishga qiynalaman, og'izni ochsa yorilib qonab ketadi. Davosi bormi? Musofirdamiz, ozroq davolanish qiyin. Javobingiz uchun oldindan rahmat. Buni davosi bor. Menga direktdan yozsalar, men davo
mahsullarni aytib o'taman. Maxsus kremlar bor, kremlarni sotish kerak. Demak, o'sha joyda siz va avvalambor undan tashqari stomatologga ko'rishlari kerak. Og'iz atrofida aynan shu sohasida streptokok, stafilokoklar o'tib qoladi, shundan yorilib ketadi. Buni davosi bor. Demak, hurmatli tinglovchimiz, Instagramdan Bobur Toyirov deb ularni qidirasiz va direktdan murojaat qilasiz. Shuningdek, zamburug'lar bilan bog'liq savollar ham kelgan. Ko'p antibiotik olganman, zamburug' shu oqibatida bor, yana boshqa zamburug'lar bilan bog'liq, terlash bilan bog'liq kasalliklarga savollar kelgan. Ularga dori yozib beradilar. Shuning uchun hozir uni efirda dorini nomini ayta olmaysiz. Bu hammani o'ziga yarasha dorilar bor, zamburug' turiga qarab dorilar bor. Shuning uchun Instagramdan murojaat qilishingizni so'raymiz. Xuddi shunday. Assalomu alaykum. Meni onajonim 2023-yilda 8 ta kimyoterapiya olganlar. Shuni ta'sirida qo'l, kafti, yuzi tomoni tomirlari yorilib, tugunchalar paydo bo'ldi. Bular juda qichishib, mana shu qichishish natijasida o'sha joyning terisi oqarib qoldi. Buni nima qilsa bo'ladi? Dermatologga murojaat qildik, foyda bermadi deb yozib qoldirgan ekanlar. 17-15 raqam egasi. Bu bemorimizga men eng avvalo rema proba topshirishni tavsiya berardim. Ya'ni umumiy qon tahlili bilan rema probani ko'rish kerak va shu natijalar bilan menga murojaat qilsalar, albatta yordam beramiz. Demak, murojaat qilsangiz bo'ladi. Buni demak, to'g'ri dermatologga borish kerak. Foyda bermadi deyaptilar. Demak, birozgina adashgan bo'lishlari ham mumkin. Chunki kimyoterapiyada agar aytib o'tganlari bo'yicha tugunlar paydo bo'ldi, qon tomirlari o'zgarishi, vaskulit belgilarini men hozir sezyapman. Bunaqa holatda maxsus analizlar bor, maxsus qon tahlillari bor. Shuni tekshirsak, biz to'g'ri yo'nalishga olamiz. Ya'ni aniq diagnoz qo'yishga imkoniyatimiz bor. Agar bu analizda ham bizga imkoniyat bermasa, to'g'ri tashxis qo'yishga, demak biz o'sha joydan histologik tahlil tekshiramiz. Ya'ni teridan bir bo'lak, kichkina bir qism kesib olamiz va aniq diagnoz qo'yamiz. Hurmatli do'stlar, o'zi reja bo'yicha efirimiz 12 gacha bo'lish kerak edi, lekin hozir savollar juda ham ko'p. Hali psoriaz haqida to'xtalib o'tmadik, neyrodermit haqida to'xtalib o'tmadik. Bugungi kunda husnbuzarlar bugungi kunda juda ham ommalashib boryapti. Bilmadim nimaga bunaqa holatlar bo'lyapti. Bunga albatta hozir navbatdagi soatimizda javob beradilar. Bobur aka Toyirov bizdan uzoqlashmang. Doktor FM yana 12:20 gacha davom etadi. Haftaning payshanbasi Hit Lunch dasturidan uzoqlashmang. Biz davom etamiz. Hozir esa keyingi soatga birgalikda qadam qo'yamiz. Soatimizni ochib berdilar. 24-aprel haftaning esa payshanbasi, poytaxtimizda soat millari 12:02. Yo'lda harakatlanib ketayotgan barcha haydovchilarga, ishlayotganlarga, xonadonda mazza qilib Hit FMni ixtiyor etganlarga anangali salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hit Lunch Umarbek, Mohinur studiyada va shu bilan birgalikda bugun mutaxassisimiz ham shu yerdalar. Bobur aka Toyirov, dermatolog, dermatokosmetolog, dermatoxirurg, 24 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassisimiz bilan birgalikda Doktor FM radio loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Hali qo'l urmagan mavzularimiz bor edi, shunga tezlik bilan to'xtalib o'tamiz va keyin yana navbatdagi loyihalarimizga qo'l urishimiz kerak. Davom etamiz. Menimcha har bir insonda, hattoki yuz terisi juda quruq bo'lgan insonda ham hayoti davomida husnbuzar, ya'ni ugrilar chiqqan va ugri chiqadigan insonlar turli muolajalarni qilishadi o'zlaricha. Hattoki bitta gap bor, kirsovun bilan tez yuvib tursang, ugrilarni yo'qotadi. Shu gap rostmi? Yo'q. Sinab ko'rganman lekin. Kerak emas, chunki nimaga? Terini pH-ga juda ham qattiq yomon ta'sir qiladi. Kirsovun ishlatish mumkin emas ugrida. Buni hozir oxirgi paytda tez aytib boryapmiz. Kirsovun ugrida ishlatish mumkin emas. Men kirsovunni yuzimga surib qo'yib qotirib yurardim uni. Aytdim-ku, unaqa yuzim buzar chiqqandi. Aytdim-ku, yuz unaqa desam, sabab shay ekan. Yo'q, hozirgi kunda davolash taktikalari bor, lazer texnologiyalari bor, undan tashqari maxsus dori vositalari bor va undan tashqari, ya'ni yengil formasi bo'lsa, doimiy ravishda ishlatib turiladigan cleansing, ya'ni yuz yuvish vositalari hamda emulsiya, yotishdan oldin surib qo'yiladigan emulsiyalar, kremlar bor va shu bilan akneni kontrol qilsa bo'ladi. Ayniqsa o'spirin davridagi chiqayotgan paytda. Agar уже bu kasallik bosqichiga o'tgan bo'lsa, buni polnotsiyani davolash kerak. Atir sovunlardachi? Yo'q, atir sovunlar ham tavsiya qilmayman. O'zi yuzi alohida sovunlari ham hozir chiqib ketgan-ku, ularni ham tavsiya qilmaysiz? Uni masalan yog'li yuzda bor, yog'siz terilar bor. U har xil, pH-i har xil bo'ladi. Yog'li yuzda uchun maxsus sovunlar, quruq terilar uchun maxsus masla, ya'ni yog' tarkibida
emulsiya saqlovchi sovunni tavsiya qiladi, chunki uni yumshatish kerak. Lekin baribir teri ostiga ta'sir qila olmaydi-ku bu sovunlar, baribir chiqib kelaveradi ugrilar. Menimcha organizm o'zidan ichki to'g'ri ovqatlanish shularga bog'liq bo'lsa. Ovqatlanish. Hozir mana nimaga yoshlarda juda ham ko'p. No endi men hozir bu yerda qanaqa anti fast food bo'lib ketmasin. Fast food ham qabul qilish kerak, lekin har kuni 3 mahal emas. To'g'ri bo'ladi. Mana shu ham husnbuzari eng ko'p chiqib kelishiga sabab. Nafaqat husnbuzar, balki vazn orttirishga ham sabab bo'ladi, semirtirib yuboradi ular. To'g'ri. Yana bir tinglovchimizdan savol yetib kelgan. Turmushga chiqmaganman, yoshim 35 da, testosteron gormonim normada, lekin yuzimda tuklar chiqadi. Buni qanday davolasa bo'ladi? Tahlillarda erkaklarning soqolichalik ko'p chiqar ekan. Tahlillarda bilasizmi, tahlil ko'rsatkichlarda, qon tahlilida norma ko'rsatishi mumkin, lekin organizm bu individual. Normada berilgan holat u ayol uchun giperdir, ya'ni chuvstvenность, ya'ni uni sezuvchanligi yuqori hisobiga bu normada bo'lmasligi mumkin. Men bu bemorga tinglovchiga tavsiya berardimki, testosteronni pasaytiradigan va androgen chuvstvenностьni pasaytiradigan maxsus kremlar, dorilar bor, bularni qo'llasa bo'ladi. Va undan tashqari lazerli epilyasiya bemalol qilsa bo'ladi. Yuz sohasiga bemalol qo'rqmasdan ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari hozirgi kunda kakras bu bo'yicha biz ilmiy izlanish o'tkazganmiz. Men aspirantim shu yo'nalish bo'yicha, ayniqsa ayollardagi husnbuzar bo'yicha katta izlanish o'tkazdik va biz kerakli natijalarni oldik. Maxsus immunogistokimiya tekshiruvlari bilan qanaqa bloklash imkoniyatimiz egaligimizni tekshirdik. Buni davo usullari bor hozir. Navbatdagi savolimiz esa hozir ko'pchilikni og'riqli mavzusi bo'lgan neyrodermit va psoriaz bitta narsami? Nima ular? Qanday qilib ajratib olish mumkin? Chunki ko'pchilikda bugungi kunda bilmadim nimaga bunaqa holatlar ro'y beryapti. Neyrodermit va psoriaz, o'sha teri qichishlari, teri yaralari kelib chiqyapti. Hozir kunda ko'pchilik teri kasalliklaridan, ayniqsa neyrodermit va psoriaz bu asab tizimi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligi nisbatan, ya'ni bemor qattiq asabiylashganda toshmalar yuzaga kelishi. Psoriazdan farqli ravishda neyrodermitda ko'pincha ayniqsa o'sha asabiylashish qo'l sohasida, bo'yin sohasida chiqadi, lekin psoriaz sal boshqacha, ya'ni bilaklar dangichali bo'lib butun badaniga toshish boshlaydi. Va neyrodermitdan farqli ravishda psoriazda bo'g'imlar ham zararlanish boshlaydi. Shuning uchun o'z vaqtida psoriazni kerakli analizlarni qilib, revmoprobani qilib, bo'g'imga o'tmasligini oldini olish uchun maxsus analizlarni qilishimiz kerak. Hozirgi kunda psoriazni kontrol qilsa bo'ladi. Masalan, eng oxirgi zamonaviy biologik preparatlar bilan hozirgi kunda psoriazni nazoratga olib, uni yaxshilash imkoniyatimiz mavjud. Neyrodermitni eng asosiysi qo'zg'atuvchi omilni yo'qotish kerak, ya'ni asabni tinchlantirish kerak. Har kungi asabiy holat bu biz har qanaqa eng qimmat dori vositalarini ishlatganimiz bilan ham doimiy ravishda asabiylashsa odam baribir foydasi yo'q. Shuning uchun hozirgi kunda men masalan neyrodermit bilan kelgan bemorlarga albatta tinchlantiruvchi vositasini buyuraman va shu bilan birgalikda men hozirgi kunda har kuni mana 3-seansni qabul qildim. Men bemorim mana bugun ham 3-seans bor, 3ta seansda biz 90% ga davoladik neyrodermit. U 100% davolangandan keyin qayta bezovta qildi. Qayta bezovta qilish mumkin, lekin bemor qayta asabiylashmayman deydi. Bu hayotda yashab inson asabiylashmasligi mumkinmi? Bu tomoni ham bor va yana bitta qo'shimcha savolim, bu faqat kattalarda uchraydimi yoki kichkina bolalarda ham bo'ladimi? Bolalarda neyrodermit deyilmaydi, bolalarda atopik dermatit deyiladi. Kattalarda mana shu atopik dermatitni keyingi davom sifatida neyrodermit deyiladi. Yana bitta savolni o'qib eshitiraman. Meni tanamga sovuqda qizarib allergiya toshib, shishib, qizarib chiqishi, qichi, ko'kara boshlaydi. Asosan qish paytlari juda qiynalaman, nima qilsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Bu bemorimiz menimcha eshakim, ya'ni tibbiyot tilida aytganda krapilnitsa, ya'ni urtikariya deyiladi. Bu bemorga o'sha sovuq holatda har xil krapilnitsani turli xil formalari bor. Issiqdan chiqadigan, sovuqdan chiqadigan yoki travmadan chiqadigan yoki allergik toshmalarda. Bu bemorga men allergiya test topshirishni tavsiya berardim. Allergiya testi qanday ovqatlanish, qaysi moddalar allergiya beradi yoki ingalyatsion allergiya testi bor. Undan tashqari atopik dermatit paneli bor, maxsus allergiya testi. Allergiya testi topshirib, shunga qarab
to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ysa bo'ladi. Bu bemorimizni davolash imkoniyati mavjud. Bizda savollar juda ham ko'p, asosan o'sha individual savollar. Bunga albatta shifokorni o'zlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Raqamlarini eslatib o'tamiz yana birozdan so'ng va 5 ta eng yaxshi savol egasiga esa bepul konsultatsiyaga yo'llanma bor. Aynan Bobur aka Toyirov taqdim etadilar ushbu yo'llanmani. Birozdan so'ng esa aynan mana shu 5 ta yo'llanmani kim qo'lga kiritganini e'lon qilamiz va yana bir necha savollarga to'xtalib o'tsak, menimcha ulguramiz. Bizdan uzoqlashmang, Doktor FM davom etadi. Shuni ikki mahal surishtirilsa, o'tib ketadi. Cicatrix. Quloq orqa tarafiga tez-tez yiringmi yo yog'mi bilmayman. Badbo'y oq narsa yig'iladi, siqib chiqarsam yana qayta chiqadi deb yozgan ekanlar. Buni ham tutsa bo'ladi. Kapsulasini olib tashlash kerak. Hozircha yaxshi savollar yo'q, buni olasizlar. Psoriaz to'g'risida ko'proq aytib bering. Xo'p. Mana turmush o'rtog'im anchadan beri gribokdan qiynaladi. Sprey maz Exedireldan foydalanadi. Ko'pga bormadi, yana boshladi. Javob uchun rahmat. Xolislar, mana shu hamma savollarni ana 370 ga perestats qilinglar. Biz o'zimiz hammasiga javob yozamiz. Shogirdlarimga hammasiga javob yozamiz. Gaga ijrosidagi duet qo'shiq Hit FM radiosida va biz esa Doktor FM radio loyihasini davom ettirmoqdamiz va hozir raqamlarni saralash, eng yaxshi savollarni saralash jarayonlari bo'lib o'tganda bir nechta tinglovchilarimiz bepul konsultatsiyaga yo'llanmani qo'lga kirityaptilar. Albatta ularga qo'ng'iroq qilinadi, bog'laniladi va klinikaga taklif qilib qolinadi. Demak, yana bir savolimiz bor Bobur aka. Bugungi kunda o'sha vitiligo kasalligini ko'pchilik chet ellarga, Xitoyga borib davolab kelishyapti. U qanaqa davolanyapti? Ichkaridan davolamayapti, faqatgina o'sha tashqi terisini o'zi bo'yab qo'yilyapti va go'yoki bu o'sha bemorga yaxshi ta'sir qilayotgandek, voy bo'ldi ketdi-ku deb xursand bo'lib yana qaytib ketishyapti palon pulga. Bo'yab qo'yish bu kamuflyaj deyiladi. Masalan, bilasizmi, vitiligo mavzusida men ayta olaman, qo'rqmas yoki ayniqsa umuman dermatologiya mavzusida biz O'zbekiston tibbiyoti eng kuchlilardan bittasi. Shuning uchun qo'rqmasdan ayta olamiz, o'sha bizning tinglovchilarga bu vitiligo mavzusida, umuman teri kasalliklarida chet ellarga borib ortiqcha mablag' sarflash hojati yo'q. Sababi oddiy, masalan, ayta olaman, butun Markaziy Osiyoda, hatto MDH davlatlarida bizga kelib vitiligoni davolanib ketishadi. Shuning uchun chet ellarga borib ortiqcha mablag' sarflash hojati yo'q, chunki bizning kuchimiz bunga yetadi. Bu teri kasalligi o'zi yuqmaydi? Yo'q, vitiligo yuqmaydigan yoki psoriaz kabi ham kasalliklar bular yuqumsiz teri kasalliklariga kiradi. Oldin terisida oq dog'i bor insonlarda sal o'zlarini tortishardi. Ko'rishsa ham darrov borib qo'lini yuvib kelardi. Mana shunaqa qilib bo'lardi-da. Voy, ko'rishmagan qo'lida oq dog'i bor ekan deb men eshitganman-da o'zim do'stlarimda shunaqa holatlar ro'y bergan. Yo'q, vitiligo yuqumsiz kasallik. Shu o'rinda aytib ketmoqchiman, vitiligoda odamni o'zini nisbatan tashqi ta'sirlari, ya'ni mana shu men qarab qolishdi, kimdir menga qaradi, kimdir mening qo'limga qaradi, oq dog'imga qaradi degan o'ylov immunitetga ta'sir qiladi. Ya'ni o'ylov immunitetni pasaytirib kasallikning rivojlanishiga olib keladi. Shuning uchun men bemorlarga tavsiya beraman. Hech qachon oq dog' to'g'risida o'ylash kerak emas. O'zini ommadan olib qochish kerak emas. Shunda kayfiyatni yaxshilash kerak va bizni qiladigan davolarimiz ham yaxshi ta'sir qiladi. U nasldan naslga ham o'tmaydi. O'tish ehtimoli juda ham kam, juda ham past ko'rsatkichda. Lekin bitta narsani o'rjon, bitta narsani hozirdan shu o'rinda aytib ketmoqchiman. Vitiligodan hech kim strafovka qilinmagan. Istalgan odamda chiqishi mumkin. Da, xuddi shunaqa. Hech kim strafovka qilinmagan. Rahmat sizga Bobur aka, kattakon. Savollar juda ko'p qolib ketyapti, lekin tinglovchilarimizda zo'r imkoniyat bor. Aynan mana shu bizga yozgan savollaringizni 77 kodi bilan 370 15 15 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Telegram ham bormi bunda Bobur aka? Yoki Telegram orqali yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hit FM radiosidan tinglaganidek deb xabar qoldirsangiz, albatta o'zlari buni ajratib, darrov sezib bilib oladilar. Bundan tashqari Instagramlarga ham obuna bo'lsangiz bo'ladi. U yerda ham savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. dr.bobur toyirov deb yozsangiz chiqib keladi. Bobur Toyirov, yana bir bor eslatib o'tamiz. Instagramda bemalol qidirib topsangiz, direktdan murojaat qilishingiz yoki bo'lmasa klinikalarga borib davolanishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'tamiz, kasallik bilan umuman hazillashib bo'lmaydi. Shuning uchun ham uni davolashni faqatgina professionallarga ishoning.
xuddi shunday biroz avval aytib o'tganimizdek, o'tib ketganidan keyin emas, balki vaqtida shifokorga uchrashish kerak. Shunda har xil jiddiy muammolar kelib chiqmaydi. Hurmatli do'stlar, siz bugun Hit FM radiosida Doktor FM loyihasini tingladingiz. Bugungi mehmonimiz, bugungi mutaxassisimiz tibbiyot fanlari doktori, dermatolog, dermatoxirurg, dermatokosmetolog, 24 yildan ziyod tajribaga ega bo'lgan va qanchadan qancha bemorlarni bugungi kunda shifo topishiga sabab bo'lib kelayotgan Bobur Toirov bo'ldilar. Bobur aka, rahmat sizga kattakon tashrif uchun. Rahmat. Savollar ko'p qolib ketdi, shunga afsuslanyapman, lekin baribir vaqt oliy hakam. Yana kutamiz lekin albatta. Qiziqarli savollarni yuborgan 5 nafar g'olibimizga tekin konsultatsiyani yutib olgan hamyurtlarimizga biz o'zimiz yozib qo'ydik Telegramdan, klinikalarga borib tekin konsultatsiya olishlari mumkin bo'ladi. Misol uchun 17-15 raqam egasi bepul konsultatsiyani qo'lga kiritiladi. Biroz avval bir necha tinglovchilarimiz savol berishdi, ular ham bepul konsultatsiyaga yo'llanmani qo'lga kiritilar. Siz bilan albatta bog'lanamiz. Hit FM radiosidan uzoqlashmang. Bobur aka, rahmat. O'zi Hit FM radiosini tinglab turarmidingiz? Har doim. Salomat bo'ling. Sizni yana kutamiz. Rahmat tashrif uchun. Sog' bo'linglar. Biz esa o'z yo'nalishimizda davom etamiz. Uzoqlashmang. Hozir sal turib 2 kishilik oshga voucherni kimdir yutib oladi tushlikka.